Mana azizlar, o'sha sizlar so'ragan jigar yetishmovchiligi, jigar sirroziga, gepatit A, gepatit B, gepatit C ni davosi, gepatozning davosi va turli kasalliklarga davo bo'luvchi Rastarobsha guli tabiiysi hisoblanadi mana azizlar. Buni ichilish tartibi oson, juda oddiy. Bu sizlar uchun juda ajoyib bir tekin ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketamiz. Bu Rastarobsha guli hisoblanadi. Mana tabiiysi azizlar, mana tabiiy Rastarobsha guli hisoblanadi. Buni olib, biriga bir asalga aralashtirib, misrobkadan chiqarib har kuni ertalab bir qoshiqdan och qoringa agar iste'mol qiladigan bo'lsangiz, jigaringizdagi yog'larni, jigaringizdagi yetishmovchi vitaminlarni, jigar hujayralarini qayta tiklaydi azizlar. Sizlar har xil alkogolizm, gazli ichimliklar ichib jigarni azoblab qo'yamiz hozirgi kunda azizlar. Buni ichamiz, juda bir ajoyib effekt bo'ladi. Sizlarga tabiatning eng yutuq nomlaridan bittasi mana Rastarobsha guli hisoblanadi. Olingizlar, ichingizlar, baraka topasizlar azizlar. Sog' omon bo'lingizlar.